Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan iPhone'dagi eng kerakli va eng qiziqarli fishkalarni ko'rib chiqamiz. Undan oldin videoga bitta like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bundan ham zo'r fishka va obzorlar hali oldinda. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni yana bir bor unutmang. Xo'sh do'stlar, birinchi fishkamiz mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu ekran blokirovkada mana bu yozuv turibdi. Texno YouTuber. Ya'ni zaryadkani tepasidagi yozuv. Mana shu yozuv qanday qilib chiqariladi deyotgan bo'lsangiz agar birinchi navbatda настройкаga kiramiz. Xo'sh, настройкаdan основныйni ustiga bosamiz. Об этом устройстве bosamiz. Bu yerda sizga iPhone yoki iPhone nechidir model bo'lib yozilgan bo'lib turadi. O'shani Texno YouTuber misol uchun o'zingiz nikingizni yoki ismingizni yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, chiroyliroq ko'rinadi. Misol uchun men Texno YouTuber deb yozib qo'ydim. Bajarildi, chiqib ketamiz. Keyin o'shanaqa qilganingizdan keyin mana shunaqa holatga kelib qoladi. Ya'ni buni qanaqa qilib qo'shaman desangiz, nastroyni bosasiz, buni bosasiz. Mana o'chirib tashlaymiz, Mana akkumulyatordan qo'shsangiz bo'ladi. Mana buni ustiga bossangiz bo'ldi. Gatavon bosamiz. Ekraningiz mana shunaqa chiroyli bo'lib ko'rinib turadi. Ikkinchi fishka do'stlar, ya'ni настройкаga kiramiz. Xo'sh, настройкаdan fokusirovaniyni topib olamiz. Mana buni ustiga bosamiz. Va bu yerda mana bu plus ustiga bosib olamiz. Keyin собственный qilib siz o'zingizga yangi fokusирование yasaysiz. Misol uchun rangini tanlasangiz bo'ladi. Men yashil qo'yaman. Naзваниясini yozib olasiz. Misol uchun men o'zimning ismimni yozib qo'ydim. Muhammad Qodir. Ismimni yozib oldim. Xo'sh, keyingisi yoki mana bunaqa anavlarda ham tanlasangiz bo'ladi. Simvollarni, belgilar tanlasangiz ham bo'ladi. O'zingizga yoqqanini albatta. Misol uchun men bulardan mana bunisini tanlab qo'ydim. Dalini bosamiz. Настроить fokusирование qilamiz. Keyin chiqib ketamiz. Ekranni tushiramiz. Ustiga bosib turamiz. Fokusirovaniyni ustiga bosamiz. Va mana bu yerda endi bizda yana fokusирование chiqdi. Ya'ni Muhammad Qodir degan. Buni qo'shib qo'yasiz. Ko'rishingiz mumkin, endi mana bu yerga Muhammad Qodir degan yozuv chiqdi. Mana bunaqa belgisi bilan. Ya'ni bu ham sizni ismingizni chiqarmoqchi bo'lsangiz yoki nikingizni qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa yozuv bilan chiqarsangiz bo'ladi, bemalol do'stlar. Uchinchi fishkamiz do'stlar, misol uchun ko'pchilik mana bu kamera o'tgan payti, selfie kamera olaman degan payti, mana selfie tushiramiz. Ko'rishingiz mumkin. Rasmimiz teskari bo'lib qoldi. O'sha rasmni qanday qilib to'g'rilasa bo'ladi? Buning uchun albatta yana настройкаga kiramiz. Настройкаdan kamera bo'limini topib olamiz. Mana bu kamerani ustiga bosamiz. Va bu yerda mana bu turgan bo'ladi. Передняя kamera zerkallarni qo'shib qo'yamiz. Endi ko'rishingiz mumkin, rasmga tushamiz. Rasmda qanday bo'lsak, selfie kamerada qanday bo'lsak, rasmda ham xuddi o'shani tushirib berdi. Keyingi 4-fishkamiz do'stlar, ko'pchilik misol uchun ekran blokirovkaga turgan payt telefoningizdan mana bunaqa qilib shtorkani, ya'ni punkt управленияni chiqarib, tushirib, xohlagan narsasini qilishi mumkin. Misol uchun o'shani o'chirib qo'yishni o'rganamiz. Uning uchun albatta настройкаga kiramiz. Xo'sh, настройкаdan kod parolni ustiga bosib olamiz. Kod parolda bizga pastga tushamiz va mana punkt управления turibdi. Shuni o'chirib qo'yamiz. Endi ko'rishingiz mumkin. Punkt управления mana chiqmayapti. Keyingi fishkamiz, misol uchun siz shu ilovani ikkita qilib ishlatishingiz mumkin. Faqatgina bu yoqdan qo'sha olmaysiz. Mana bu biblioteka приложение tomonidan qo'shsangiz bo'ladi. Misol uchun ustiga bosib turamiz ilovani. Mana, ko'rishingiz mumkin. Ikkita bo'lib qoldi ilovamiz. Mana 3 ta bo'ldi. Xohlagancha mana shunaqa formatda qilib ishlatib yurursangiz bo'ladi. Xo'sh, keyingi fishkamiz do'stlar, misol uchun mana bu настройка ilovasini ko'rib turibsiz. Mana bu bizada mana bu qo'yib qo'yamiz. Mana bu bosh ekranda turibdi, ya'ni главный ekranda. Mana. Главный ekranimizda turibdi. Misol uchun buni ko'chirmoqchisiz. Bunaqa bittalab ko'chirib yurmaysizda, hozir sizga zo'r usulni ko'rsatib qo'yaman. Misol uchun mana bu ekranga ko'chirmoqchisiz. Mana poyskni bosamiz va настройка ustiga bosib turamiz. Bu yoqqa mana bu ilovamiz bu yoqqa ko'chdi. Endi главный ekranda ko'rishingiz mumkin, bosh ekranda bu ilovamiz yo'q.
Keyingi fishkamiz do'stlar, misol uchun iOS 18 yangilagan bo'lsangiz, ko'pchilik mana bu ilova formati turibdi-da. O'shani misol uchun widget formatiga o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi. Ilova opsiyaga bosib turamiz. Xohlaganingizni tanlaysiz. Misol uchun men buni tanlab qo'ydim. Mana shunaqa widget formatiga qilib qo'ysangiz bo'ladi. O'shanaqa qilib ishlatish yana ham qulayroq.